Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube va Chorva ishqibozlar. Mana biz bugun Andijon shahar Soy Chorva bozoriga kelganmiz akalar. Bugungi kunimiz 15-mart, haftamiz kuniga yakshanba akalar. Xudo xolasa biz sizlarga hozir bu yerda qo'ylar narxlarini ortib berishga harakat qilamiz. Videoni kuzatib bitta like bosib qo'yinglar akalar. Xursand bo'lib qolamiz akalar. Biz qanday videoni boshladik. Navbatda qo'chqorimiz akalar. Narx qancha ekan tog'a? Assalomu alaykum. Narxi 10 million kam bor deyapti. 10 million kam bor, ha? Savdosi qancha bo'ldi? 6-7 qilishi. 6 million 7 million, ha? 10 million narx aytayotgan akalar, 6 million 7 million savdosi bo'layotgan, xudo xolasa. Sorti qanaqa buni? Sparta liniyasi. Spartak. Spartak akalar, sorti Spartak ekan, xudo xolasa. Yoshlari qanaqa? 6 yashar. 6 yashar, ha? Yoshlari 6 Uchta bola yashar ekan. tuqqanda, 3-sini tuqqan. 3 ta bola tuqqan. 3 ta bola tuqqan ekan akalar. Xudo xolasa. Nomerni aytib berasizmi, tog'a? 93lik nom. 93lik. 068 068 87 77. 87 77 dastavkalari bormi? Yeb Bor, ichishlari, bor. garantiyalar. Har xil qo'ylar oladi-ku. Bundan tashqari yana bormi? Bor, bor. O, qo'ylar ham bizniki. Ana ata turibdi. Madavnacha bemalol aloqa chiqarsa, xudo xolasa, garantiyalari hamma narsa dastavkalari bor ekan akalar. Yaxshi. Madavnachilar, sog'liq ishlagan qo'chqorda adashib ketdik. Sog'liq xudo xolasa. Yaxshi bemalol aloqa chiqarsa, barakasini bersin. İsterlik döken bu arada döken. Tog'a narxi qancha ekan buni? Tosdan tog'a deyapti. Ha benden. Qancha narxi? Qo'chqarmi bu? Yok. Sog'lommi? Sağlam. Necha oylik g'oz bu? 10 milyonda. 10 million necha oyda? Aşağıda abi tuvalı. Mana oyda oxiriga, mana oyda oxiriga tug'ilgan Matbayin akalar. abi. 10 million narx aytayapti-kan. Savdosi qancha bo'ldi? Ha? Savdosi 73 7 million 300. 7 million 300 akalar savdosi bo'layapti-kan, xudo xolasa. Shu oyda oxiriga berar ekan akalar. Yaxshi. Nomerni aytib berasizmi, tog'a? Ha? Nomerlarni Kam bor. 10 milyon kam bu. 10 million kam. Nomer 6 yashar. 90'lı. 90 268 268 34 93. 34 93. Dastavkalari bormi? Dastavka. Ne geldi dersen? Hali moshinadan chiqaraveradi-yu. Ha. Olib berish xizmati. Ya'ni aynisi to'g'ri. Olib berish xizmatlari bor ekan akalar, bemalol aloqa chiqarasizlar. Yeb ichishlari yaxshi, xudo xolasa, sog'liqlari yaxshi. Poliste bakılıyor. Bo'lgan akalar dehqon ekan, xudo xolasa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bo'l, tog'a barakasini bersin. Ha. Hop. Navbatda sog'liq o'yinlarimiz hozir ular ham bor ekan. Faqatlarni so'rab turishtiramiz akalar. Tog'a narxi qancha ekan? Assalomu alaykum. 14 berishdi. 14 million. Savdosi bo'ldimi? 14 berdi. 14 million. 14 million akalar. O'z 14 million narx aytyapsizmi? 18 narx. Bo'ldi. 18 million narx aytayotgan akalar, 14 million savdosi bo'lyapti ekan. Bu bolalari nima? Ikkalasi ham qo'chqarmi buni? Tog'a? Ikkalasi. Qo'chqor bolalar. Ikkalasi ham qo'chqar ekan akalar. Bolalari qo'chqor. Yaxshi. Aşağıda oraya tuvalı. Holatlari yaxshi ekan akalar. Bu erkek hak etti. Xohlasa 4 million savdosi bo'lyapti ekan akalar. Mana aka. Yine bo'ladimi? Barakasini bersin. Sotildimi aka bu? Alınıptı bular 5 pul. Qancha bo'ldi, tog'a? 72 oldu. Qancha? 72 oldu. 81 oldu. 8 million 100 bu 7 million 7 milyon bir. 200. 7 million 200 ming bo'ldi akalar orqada. Yaxshi, barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, navbatdagi
Qo'ylarimiz. Davlatni narxlarini yorib berishga harakat qilamiz. Bitta mehnatimizga layti bosib qo'yishlar hisob qilamiz akalar. Biz narxlarni so'raymiz. Assalomu alaykum. Narx qanchadan ekan aka? To'rtdan kami bor. Hammasi Ayiq polvon ekan, mamoni qo'yib yubordim. kichkinalar 4 million kami bor ekan akalar. Kattalari 5 milliondan ekan. Kattalari mana uni bor akalar. Bor ekan. Bular har xil 4 million kam bor. Kattalari 5 milliondan ekan akalar, xudo xolasa. Yaxshi. Bu katta ekanda. Savdosi bo'lyapti akalar. Bu yerda 7 pulimiz bor. Do'stlar, Bu to'rdan bering aka bu. Buni o'ladimi? sizlar o'z menimdan o'zing. Buni sataman aka deyim bo'ldi gapni hozir. Bor 70 ekkana. 7,5 beradi. 70. Yo'q, 7,5 beradi azrat, to'g'risi ber. 7,5 beradi. Yo'q, 7,5. Hop davlat. Nechik aytdi? Nechik aytdi? Dilomasam Qizil ko'prikda. Ha, buni qo'yladim deb tuvagini Baribir yaxshi. Bo'lmagan bo'lamizda. Ha. Qani hoji aka? Hali ishlaganmiz bir paytlarchilarman mana. Ha, kattalarman hamma. O'sha ham doim mendan oladi, so'ygan. 7,5. Qachon bo'ladi? Balakay. Qadrdonmiz. Mana hali o'tib ketib ko'pchilik mana ishlaganlar. Aka nomerni aytib berasizmi? 211 90 211 4499. 44 99 dan dastavkalarmi? Dastavkalar bor ekan akalar, bemalol aloqa chiqib olasizlar. Qo'yladi qani? 7,5 million so'm savdo akalar. Ey! Yaxshi, baragasini bersin. To'rtasini nima qiling? Assalomu alaykum. Aka narx qanchadan ekan? Yasin aka tartibasiz. Bularni 6 million kam bor a? Zo'r aka. 6 milliondan kam bor ekan akalar. Savdosi qancha bo'ldi aka? 5,5 dan bermadik. 5,5. 5,5 milliondan berishmabdi akalar. 6 milliondan kam bor ekan hozirroq, xohlasa. Ideal holatda yaxshi. Bitta joyga olganga qancha qilib berasiz aka? 6 tanchadan o'tib beramiz. 6 dan. Ozgina kam bor a? Dastavkalari. Dastavka yo'q. Dastavka yo'q a? Yeb ishlari, garantiyalari bor a? Garantiyasi bor. Qoralar hammasi. Bu qoralar ham sizlarmi? Ha, hammasi bizdan ichkarida. Bo'ldi. Bo'ldi akalar, xudo xolasa. 6 dan ozgina kam bor ekan, xayrga o'tib berishar ekan. Aka nomerni aytib berasizmi? 90 lik. 90 547 547 78 68. 78 68 bo'ldi aka. Xohlasa bemalol aloqa chiqib olasizlar akalar. Yaxshi, narxlar yaxshi. Baragasini bersin. Assalomu alaykum. Aka narx qanchadan ekan? 7,5 dan dedi aka. 7,5 dan qo'chqorlar. Xudo xolasa. 7 million 500 ming akalar kam bor ekan. Savdosi qancha bo'ldi aka? 6,5 dan so'rashdi. 6,5 dan. Uchtasi. Bu uchalasi. Bu uchalasini akalar 6,5 dan savdosi bo'libdi. Xudo xolasa holatlari yaxshi. Bu qancha bo'ldi savdosi aka qorani? Alta 5,5 elga oldi. Qancha so'ygan? 5 million 605 million 500 akalar. Har xil savdosi bo'lyapti ekan bularda akalar. Xohlasa yaxshi. Buni ham sopdi akalar, xohlasa.
Aka nomerni aytib berasizmi? 90 yaşı. 90 540 540 83 18 aka. 83 08 ha? 18. 18 mi? 83 18 ekan akalar. Dastavkalari bormi? Kelishiladi aka. Kelishilgan holatda dastavkalari bor ekan akalar. Yeb ichishlari garantiyasi bormi aka? Garantiyalari bor ekan akalar. Bitta joyga olganga qancha qilib berasiz aka? Yo'lda qilib kelishib beramiz. Yo'lida kelishib ber. Kelishib bo'lsa akalar. Yo'lda qilib berar ekan akalar. Yaxshi. Aka barakasini bersin. Hop. Bizga emasmi? Qo'chqorlar akalar, xudo xolasa. Holatlari yaxshi. Aka narx qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Tog'a narx qanchadan ekan? Narxlar 6 milyondan. 6 milliondan ha? Agar 6 milliondan kam bor ekan, xudo xolasa hammasi. Holatlari yaxshi. Savdosi qancha bo'ldi tog'a? 25 yersan bo'laman xolos. Bo'lmaydimi? 500 ming qo'shib beraman sizga. Bak bermaysan turganman bunda farqi yo'q. Hammasiga 500 ming so'm qo'shib bering. Hammasiga 30 Savdosi qancha bo'ldi tog'a? Endi Endi bo'lyaptimi? Savdolari endi bo'lyapti ekan akalar. Xudo xolasa. Yaxshi. Aka nomerni aytib berasizmi? Dumbalari, holatlari yaxshi ekan akalar. Xudo xolasa, haydan yaqin akalar. Yaxshi, barakasini bersin. Albatta qo'chqorlar akalar, xudo xolasa, holatlari yaxshi. Narx qanchadan ekan aka? yo'q savol. Narxlar. Ularchi? Hammasi. Hammasi 10 milliondan akalar kam bor ekan, xudo xolasa. Holatlari yaxshi. Savdosi qancha bo'ldi aka buni? Savdosi. 8 8 milliondan savdosi bo'libdi akalar, 10 million narx aytyapti ekan, xudo xolasa. Dumbalar akalar yaxshi. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, qo'ylarni qarorga chiqaryapti. Qancha bo'ldi opa? 2 million 600 ming akalar. Sotildimi aka bular? Ha, oldi aka. Qanchadan? 12 million 100 mingga. 12 million 100 ming aka uchalasi. Xolos. Yaxshi, barakasini bersin. Necha foiz beradi endi? Necha kilo keldi aka? 146. Ikkalasi. Ikov. Necha foiz berar ekan? Ikkalasi 146 kilo bo'libdi akalar. Qo'chqorlar. Kilo ikkalasi. Barakasini bersin. Necha kilo keldi aka? 106 kilo akalar. Yaxshi. Sakson kilo keldi aka. Sotildimi aka bu? Qanchaga oldinglar? 6,5. 6,5. Yaxshi. 6 million 500 ming akalar. 500 mingga oldi. Yaxshi, barakasini bersin. 85. Bo'ldi, Alloh barakasi. 85 kilo akalar. Yaxshi. Qancha bo'ldi aka? 82 dan berdi kilo. Kiloga. Kilo. 82 mingdan akalar kiloga yaxshi. Bu 85'e 84 ekan. Alloh barakasini bersin. 84 kilo akalar, 82 mingdan kiloga akalar. Baraka bo'lsin. Xolos. Bo'ldi, kelish bu to'g'ri. Yaxshi. Barakasini bersin.
Yetmiş agani. Ahmet aka. 70 kilo akalar. Shu qo'chqorimiz 70 kilo. Yaxshi. Mashqodi paxtor tortib ber, ketaman tortganim. Tamam, sahar tort. Antoni sakitda sahar tort. Necha kilo aka? Forma olsa kishga o'ylaganman bu par. 80 kilo emas, 80 kilo kesam, 100 emas, 1 kilo, 81 kilo. Necha kilo keldi aka? 80 kilo. 80 kilo keldi akalar. Yaxshi. Ben menga temirga keldim. Tak. Doksan olti kilo akalar. Yaxshi. 96 kilo keldi. Bo'ladi. Sotildimi aka bu? Oladi. Qanchaga olindi aka? 99. 9 million 900 mingga olinibdi akalar. Yaxshi, baragasini bersin. Juda yaxshi ekan xulosa. Baragasini bersin. Ana hurmatli obunachilar, shu yerda videomizni yakunlaymiz. Videomiz sizga manfaatli bo'lganmiz, xursand bo'lib qolamiz akalar. Hamman chorvasiga baraka, ishiga rivoj bersin akalar. Bizni chetdan kuzatayotgan aka-ukalarimizga alangali salom akalar, charchamanglar, ishlarga rivoj akalar. Xudoga yakshanba shu Andijon shahar Soy Chorva bozorida bozorimiz bo'ladi akalar. Har yakshanba yangilik qilishga harakat qilamiz. Videolarni kuzatib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar akalar, manfaatli bo'lgan bo'ladi degan umiddaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.